Lee Min-ho 1987-yil 22-iyunda Janubiy Koreyaning Seul shahrida tug'ilgan. U maktab yoshida futbolchi bo'lishni orzu qilgan, biroq 5-sinfda jarohat olib, aktyorlik yo'lini tanlagan. Lee Min-ho Konkuk nomli universitetda kinematografiya va san'at yo'nalishida tahsil olgan. U 2002-yilda ilk aktyorlik faoliyatini boshlagan, ammo uning mashhurlikka olib kelgan roli bu 2009-yilda ekran yuziga chiqqan Boys Over Flowers serialidagi Gu Junpyo rolidir. Aktyor bu roli bilan ko'pchilik muxlislarning qalbidan chuqur joy egallagan. Lee Min-ho bu bilan to'xtab qolmay, yanada mashhur seriallarda rollar o'ynagan. Shuningdek, Shahar ovchisi, Vorislar, Moviy dengiz afsonasi, Abadiy monarx kabi seriallarda rol o'ynab, muxlislar qalbidan chuqur joy egallagan. Lee Min-ho kinoda ham rol o'ynagan. U ilk filmini 2015-yilda Gangnam Blues nomli filmda asosiy rolni ijro etgan. Hozirgi kunda Lee Min-ho K-drama, ya'ni Koreya dramalarining xalqaro mashhurligida muhim rol o'ynab kelmoqda. Uning fan bazasi Minoz nomi bilan tanilgan. Hozirda u butun dunyo bo'lib kengaymoqda. U ko'plab xalqaro brendlar uchun reklama yuziga aylangan. Shuningdek, u moda brend ta'sirida ham kuchli o'rinlardan birini egallab kelmoqda. Lee Min-ho 2017-yilda majburiy harbiy xizmatini boshlagan va 2019-yilda tugatgan. Hozirda Lee Min-ho oilasi bilan yaqin aloqada. Uning akasi yoki opasi ham ba'zi bir hollarda biznes yoki menejer ishlarida faol ishtirok etib kelmoqda. Shuningdek, u 2009-yilda Boys Over Flowers nomli serialda Gu Junpyo roli uchun Forbes yosh aktyor mukofotini qo'lga kiritgan. Azizlar, sizga qisqacha va kamtarona videom yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya bosib qo'yishni unutmang.